Assalomu alaykum aziz do'stlar, aka-ukalar. Mana katyonlarimizni to'g'risida sizlarga hozir bir qator ma'lumot berib o'tamiz. Oldin bir qator katyonlarni ko'rsatib o'tamiz. Mana katyonlarni zo'r, sifatli, ishonchli, xudo xolasa zo'r brendi asosida ishlab chiqarilayotgan katyonlarimiz. Mana sizlarga hozir oddiyrog'idan boshlaymiz. Xo'p, mana birinchi katyonimiz oddiy 3 kitobli katyonimiz. Buni listlari, kvadratlari haqida sizlarga bir qator ma'lumot berib o'tamiz. Listi nechlik degan aka-ukalarimiz uchun ichi 2,5-2 tur, tashqarisi to'rli lista bo'lgan bu. Ichi ham tashi ham yangi lista bo'lgan. Mana bu turbalari ham atsinkovniy turbada bo'lgan. Zanglamaydigan material, xudo xolasa bu ham. Xo'p, bu katyonimiz 70 kvadratdan 100 kvadrat, 120 kvadratgacha isitadi. Asosan gaz tokka ishlaydi. Gaz o'chib qolgan paytda mana bu yeriga ko'mir solsangiz bo'laveradi. Narxi 1,5 million so'm bo'lardi. Ozgina kelishtirib beramiz. Ularimiz esa 4 kitobli hisoblanadi. Bundan sal kattaroq. Ularimiz 3 kitobli, bularimiz 4 kitobli hisoblanadi. Ular 150 kvadratdan 200 kvadratgacha bo'lgan joyda isitaveradi. Bu ham ashim bilan bir xil ishlash jarayoni. Bu ham ichi 2,5-2 tur lista bo'lgan, tashqarisi turli lista bo'lgan. Mana bu yeri elektrni joyi. Ikkita tent qo'yasiz, xohlasangiz bitta qo'ysangiz ham bo'laveradi. Bittasini zaglushka qilib qo'yaverasiz. Bunimizning narxi 1,800,000 so'm. Xo'p, bundan keyin bular aqlli katyon deyiladi. Mana ventilyator, termostat, regulyator, suvdachik hamma yo'g'i komplektda bo'ladi bularda. Bularimiz 70-80 kvadratdan 120 kvadratgacha bo'lgan joyda ishlataveradi. Mana bularga ham ichini bir qator ochib ko'rsatamiz. Mana bu ham universal gaz, tok, o'tin, ko'mirga ketaveradi. Mana bularga ham ichini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Buni ham tagi turbali mana. Ichi 2,5-2 tur, tashi turli lista bo'lgan. Ichi ham tashi ham yangi materialda bo'lgan. Xo'p, bunga mana shu komplektni qo'shib beriladi hammasiga. Mashlarni hammasiga qo'shib beriladi bunaqa komplektlarni. Lekin bularga ventilyator, bu termostat, datchik bularga qo'shilmaydi. Sababi ular oddiy katyon. Xo'p. Bundan tashqari endi bu kichikroqdan ko'rsatamiz, keyin kattalarini ham ko'rsatamiz. Mana bunimiz ham aqlli katyon. Xo'p, 100 kvadratdan 150 kvadratgacha bo'lgan joyga qo'ysangiz bo'laveradi buni. Uzr. Ona ko'k katyonimizni hozir ko'rsatib o'tdim. Buni narxini aytish esimdan chiqibdi. Buni narxi 3,5 million so'm. Xo'p. Bu katyonimiz 100 kvadratdan 150 kvadratgacha bo'lgan joyda ishladi. Narxi 4,5 million so'm. Ozgina kelishtirib beramiz. Ichi 2,5-2 tur, tashqarisi turli lista bo'lgan. Garyachi lista bo'lgan bular. Hozir ichlarini ham bir qator ochib ko'rsatib beramiz. Mana, buni ham ichlari atsinkovniy turbada bo'lgan. Mana. Bunga ham suvdachik, termostat,
regulyator, ventilyatori qo'shib beriladi ichida. Dastavkalarni ham xudo xolasa harakat qilamiz O'zbekiston bo'ylab ichida qilib berishga. Garantiyasi bor, 2 yil garantiyasi bilan beramiz bularni. Men hali monokatul haqida ma'lumot berib o'tdim, narxini aytmayapman. Buning narxi 3,5 million so'm. Ozgina kelishtirib beramiz. Xo'p, undan keyin mana bu kattaroq kat yo'limiz. Ular 200-250 kvadratgacha isitib beraveradi. Narxi 6 million. Ichi uchli, tashi to'rli lista bo'lgan buni. Hozir buni ham bir qator ochib ko'rsatib beramiz. Mana bunga ham qo'shib beriladigan narsalari bor, hammasi ichida mana. Ventilyator, termostat, datchigi. Xullas, xudo xolasa kimgadir shunaqa zo'r kat yo'llar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, pastda nomerda qoldiramiz. E'tiboringlar uchun hammanglarga rahmat.